emas. O'ynab keldim. Avval anjom podcast, keyin lezginka, oxir arabcha bilan tugadi. Nima qildim, ishlab keldim. Biz ayollar uyda burchak chinisi bo'lib o'tiramiz. Erkaklarga mazza. Erkaklarga mazza. Bo'ldi, bugun ishga birga boramiz. Biz uyda issiqqina sho'rvani mazza qilib ichib o'tirsangiz, siz bechora achitib gummalar yeb o'tirasizmi? Hali ham zo'r abid qilganim, kecha abidga nomla mayiz yeganman. Uy, erim grishalari o'rib charchab uyga borsa men taytovni jig'lab uyda miyasini o'rib ekanman. Charchamadingizmi? Charchamamkan, endi majlis boshlanyapti-da. Majlis? U qachon tugaydi? Endi bu yoq boshliqni jag'i bilan insog'i bog'liq. Dadasi chiqishingizda kipito kap chiqing, muzlab qoldim. Eritib olasiz. Nima buzraysan? Kepidakni boshingga emas, senga qo'ysam uyga ketolmay qolaman. Dadasi tavbalar qildim. Ikkinchi erkaklarga mazza ekan demayman. Oyoqlaringizgacha o'zim yuvib qo'yaman. Ha, shunday bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Men eslama uyga borib tashsangiz bo'ldi. Hozir undan oldin shunday bitta choyxonaga kirib chiqaylik. Voy, dasturxonda. Asta. Ko'rdingmi, xotin dinkem qurib ishdan kelib choyxonada mashincha ovqatlarni yeyishim kerak. Erkaklarga qiyin. Bekor aytibsiz, hamma gapimni qaytarib oldim. Erkaklarga mazza ekan. Nima? Ha, onalarini ko'rsin. Hammasi mana shungacha zo'r ketyapti. Choyxona qilib bala bormidi? Ey, chuchcha.